Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytganlar, la tusaddiquha va la tukazzibuha. Tavrotda manaqa deyilgan, Injilda manaqa deyilgan desa, biz uni to'g'ri ham demaymiz, noto'g'ri ham demaymiz. Shuning uchun bilib qo'yinglar, ukalar. Qiziqib ham olib o'qimanglar bu Tavrotda, Injilda. Mumkin emas. Qiziqib ham o'qimanglar. Chunki Umar ibn Xattob roziyallohu anhu ana shu Tavrotdan bir sahifani o'qib turganida Nabiy sollallohu alayhi vasallam ko'rib, ranglari o'zgarib ketadi noroziligidan, g'azablanib. Xattobning bolasi, menda shubham bor risolatimda. Allohga qasam, agar mana shu sahifaning egasi bo'lgan Musa ibn Imron tirik bo'lganida, menga ergashishlikdan boshqa yo'li qolmasdi deganlar. Men iymonim komil, men ikkilanmayman. Prosta для interes mumkin emas. Chunki sizning iymoningiz Umar ibn Xattobkichalik emas. Siz sahoba emassiz. Siz Umar odil emassiz. Shu zotga Rasululloh man qilyaptilar, o'qima deyaptilar.